Oltin hisob raqam nima? Oltin hisob raqam bu oltin sotib olish uchun mo'ljallangan maxsus bank hisob raqamidir. U oddiy bank hisob raqamiga o'xshaydi, biroq unda pul mablag'lari o'rniga naqdsiz oltin saqlanadi va uning miqdori grammlarda ifodalanadi. Nima maqsadda ochiladi? Valyutada saqlangan omonatlar vaqt o'tib xarid qobiliyatini yo'qotishi, ularning qiymati inflyatsiya evaziga kamayib borishi mumkin. Oltinga qilingan sarmoya esa o'z qiymatini vaqt oralig'ida saqlab qoladi. Chunki so'nggi 1 yil ichida oltin narxi AQSh dollariga nisbatan 43%, 2 yilda 60, 5 yil ichida esa 75, 10 yilda 165 va 20 yilda 630% ga oshgan. O'rtacha yillik daromad ushbu vaqt oralig'ida 16% dan 41% gacha o'sib borgan. AQSh dollaridagi depozitlarga solishtirma tahlil qilinganda, valyutadagi depozitlar daromadliligi 5-7% oralig'idagina saqlanib turganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, yana ham aniqlik kiritish uchun oltin va ko'chmas mulkka qilingan investitsiyalar daromadliligini taqqoslash mumkin. Masalan, 20 yil davomida Toshkent shahrida ko'chmas mulk qiymati 297% ga oshgan bo'lib, bu yillik o'rtacha 14,85% ga o'sishga teng. Xuddi shu davrda esa oltin narxi 630% ga ko'tarilib, yillik o'rtacha 31,5% ga daromadliligini ta'minlagan. Oltin daromadlilik bo'yicha ko'chmas mulkdan 2 baravardan ko'proq ustunlikni namoyon qilgan. Shuning uchun oltin hisob raqami ochish mijoz uchun foydaliroq hisoblanadi. Oltin hisob raqamlarining qanday afzalliklari bor? Birinchidan, unda foiz stavkasi bilan cheklanmagan daromad olish imkoniyati mavjud. Sotib olish va sotishning minimal hajmi 0,1 grammni tashkil etadi. Bu joriy kurs bo'yicha taxminan 10 dollarga teng. Hisobni to'ldirish va istalgan paytda pul yechib olish imkoniyati mavjud. Mablag'larni yechish mumkin. Oltinda ochilgan hisob raqamlariga oltin sotib olish, undagi oltinni qisman yoki butunlay sotish va undagi oltinni istalgan muddatga saqlash davrida bank tomonidan hech qanaqa komissiya to'lovlari undirilmaydi. Oltin omonatidagi oltin mablag'lariga foiz to'lovlari to'lab berilmaydi va bu uni an'anaviy moliyaviy qadriyatlarga amal qiladigan mijozlarimiz uchun alohida jozibali vositaga aylantiradi. Oltin omonatlarda mijozlar uchun daromadlilik uni bugun bir narxda sotib olib, kelajakda yuqoriroq narxda sotish orqaligina shakllanadi. Goldman Sachs va JP Morgan kabi yirik banklarning tadqiqotlariga ko'ra, kelgusi 1 yil ichida oltin narxi 1 unsiyasi uchun 4000 dollarga yetishi mumkin. Qolaversa, so'nggi 5 yil ichida Polsha, Turkiya va Xitoy kabi dunyoning eng yirik va iqtisodiy jihatdan barqaror davlatlari o'z oltin zaxiralarini sezilarli darajada oshirishdi. Oxirgi 10 yil ichida dunyo markaziy banklarining rasmiy oltin zaxiralari barqaror o'sishni ko'rsatdi. 2015-yilda ushbu ko'rsatkich taxminan 32120 tonnani tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib mazkur raqam 36100 tonnaga yetdi. Bu esa 10 yil davomida qariyb 4000 tonnadan ortiq o'sishni anglatadi. Oltin hisob raqamlarini ochishda afzalliklar bilan birga xatarlar ham yo'q emas. Masalan, oltin omonatlari bo'yicha daromadni oldindan kafolatlash imkonsiz, chunki oltinning narxi bozorning muayyan holatiga asoslanadi. Mijozning daromadi oltinni ma'lum bir narxda sotib olib, kelajakda yuqori narxda sotish orqali shakllanadi. O'zbekiston Milliy banki afzalliklar va xatarlarni hisobga olgan holda yurtimizda birinchilardan bo'lib mijozlarga oltin hisob raqamlarini taklif etmoqda. Moliya muassasasi oltin hisob raqamlaridagi naqdsiz oltinlarni xavfsizligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Ammo bank oltinning bozor tan narxiga ta'sir qila olmaydi. Xo'sh, oltin hisob raqamlar qanday ochiladi? Buning 2 usuli bor. Birinchisi, mijozlar o'z Milliy bankning istalgan filialiga borishi, identifikatsiyadan o'tib hisob ochish uchun ariza topshirish kerak. Arizani qabul qilingach, shartnoma imzolanadi va hisob raqam ochiladi. Ikkinchi usulda mijoz milliy ilovasi orqali identifikatsiyadan o'tib, ommaviy oferta shartlarini qabul qiladi. Oltinda elektron hamyon ochgandan so'ng avtomatik ravishda hisob raqam ochiladi. O'z Milliy bankning oltin hisob raqamini oching va mablag'laringizni ishonchli manbada saqlang.